Bugun oyijonimlar bilan duxovkada tandirda yopilgandek somsa tayyorlaymiz. Farmonda somsalarimiz tayyor bo'lguncha oyijonga norim illustrom yo'nalishida savol berib turaman. Faqat to'g'risini aytasiz-da oyijon. Qani ichingizdagi gaplaringizni bir to'kib sochingiz Zilolaxon. Oyijon, birinchi savolimni bering. O'ngacha uxlasam norimmi illustrommi? Voy, ungacha ham uxlaydimi bola? Stryom bo'lmabdi. Keyingi savol. Har kuni ko'cha hovlilarni supurmasam norimmi illustrommi? O'zi shundoq ham har kuni supurmaysizlar-ku Zilolaxon. O'g'lingizlar bilan aytmasdan aylanishga ketsam-chi? Voy, ketgansizlar-ku. Inagida ovqat qilgim kelmay ko'chadan dastavka qildirsam-chi? Men ko'chani ovqatini xohlamayman Zilolaxon. Ko'pchilik parmoda somsa qilayotganda unini ko'proq solib qattiqroq qilib qo'yishadi. Bu xamir qattiqroq chiqadi, lekin dumbadek yumshoqroq xamir qorilsa, mana bu yeganda ham yumshoq bo'ladi. 95-yillarda o'zim odamlar qayerdadir shunaqa parmoda somsa o'rtoqlarnikida yeb kelib, "Mana shunaqa qilgin qizim" deganlar, aytib turganlar qilganman. Mana endi sizlar asli foodga kelib, bu somsani bemalol o'rganishingiz mumkin. Bitta tugib olib, 4 tasini bitta qilib yopishtiramiz mana. Oxirgi savolim oyijon, chet elga bolalarimizni sizga tashlab, bular bilan ketsak normmi, illustrommi? Men uchun norm. Chunki ketganlaringizni olib qolganman Zilolaxon. Mana parmoda somsalarimiz ham pishib chiqdi, xuddi tandirdan uzilgandek. Agar sizlar ham shunaqa somsalar tayyorlashni xohlasanglar, kursimga yozilinglar.